Xo'p, ketdik qarochi, ochib boshlaymiz. 102 dan 109 gacha. Xo'p, endi kim tushadi buni video davomida ko'rasizlar bolalar. Xo'p, ketdi. Endi iltimos bir FIFA yaxshiroq futbolchi ber. O'zi bir marta beryapsan-ku. Davay ketdi. Xo'p, endi kim tushadi? Xo'p, davay Xorvatiya. Xorvatiya ham Modric, SB Parij. Qarochi kim? Bu bo'lmaydi bu. Xo'p, ketdi. 101 dan 109 gacha ochib boshlaymiz. Bu ham free pakcha. Xo'p, endi ketdi. Kim beradi? Buni video davomida ko'rasizlar bolalar. Iltimos bir yaxshi futbolchi ber FIFA. Iltimos o'zi bir marta beryapsan. Iltimos 101 berma faqat. Ay, omad kelmadi-ya. Xo'p, endi do'stlar, eng zo'r pakka keldi. Endi 103 dan 109 gacha ochamiz. Xo'p, albatta like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasa, hoziroq like bosangiz, bizga omadimiz keladi. Like bosdingizmi? Endi men hozir javob bera olmayman, lekin 104 dan tepa tushadi. Hozir ko'ramiz. Endi men gapimga javob beraman hozir. Javob bermayman. 50% ga 50. Qarochi, davay ketdi. Kim tushadi? Xo'p, iltimos 104 dan tepa tush. Xo'pda, u Amerika. Kim? PSVda kim bor edi? PSVda kim bor? 105 ta bolalar. Xo'p, endi Pitch Bets bo'limidan ochib ko'ramiz. 102 dan 107 gacha. Xo'p, iltimos bir Antoni bersa ya. Antoni bersa bolalar. Ishoninglar, men o'zimni derazadan otaman. Xo'p, davay ket. Iltimos bir omadli futbolchi ber. Omadim kelsin bir marta xataba. Xo'p, davay ket. Pak ochildi. Kim iltimos Pitch Bets? Xo'p, Angliya. RB'da kim bor? Nima edi? Nefsland, qarochi. 102 bo'lmaydi. Xo'p, endi mana bu yerdan ekstra time ochamiz. O'zimcha omadimni sinab ko'rish uchun o'shanda qilaman. 1-2-3 marta ketdi. Yesni bosdim, ketdi. Kim? Iltimos bir normalniy futbolchi ber. Iltimos xataba. Bir marta bersan o'zi. Bo'lmaydi bular. 102 marta, ikkita 100 bor. Albatta biz bu yerdan boshqa futbolchini olamiz. Ya'ni 100 kren olamiz. Davay. Oxirgi paytlarda omadim umuman kelmayapti. Iltimos endi o'sha 100 so'llar pakda omadim kelsin. Xataba iltimos bu birinchi pak, hali bot futbolchilar beradi. Xo'p, endi iltimos bir normalniy futbolchi ber. O'zi bir marta berasan-ku. Iltimos kim tushadi? Kim? Davay. Hozir pichqotishlar bo'lyapti. E'tibor beringlar. Xo'p, davay 100 so'llar. Kim? Bu nima edi? Suti kim? Benfica Pulisic emasmi? Pavlidis bo'lmaydi bu umuman. Mana shu 104 dan 107 gacha bum 100 futbolchi ushlab qolsa ya. 100 debman, 107 futbolchi ushlab qolsa ya bolalar. Davay endi ko'ramiz. Iltimos yaxshi futbolchi ber FIFA. Iltimos menga bir marta omadim chopsin xataba. Bir marta mayli, boshqa bermasang berma. Iltimos bir marta mana shu Pitch Betsda 107 bo'li. Zidane tushdi. Fransiya, Zidane. Striker. Mbappe deb o'ylagandim. Boshqa futbolchi 100. Bo'lmaydi bu, umuman bo'lmaydi. Xataba endi mana shu yerda 102 dan 107 gacha iltimos bir futbolchi ber, Zidane ber, iltimos. Zidane yo'q ekan, Kompany yoki De Jong ber, iltimos. Iltimos FIFA bir marta so'rayman o'zi sendan. Iltimos. Xo'p, davay ochamiz. Bu birinchi pak. Endi ikkinchisi ketdi. Endi iltimos agar mana shu yerda 102 dan past tushsa, qaranglar lekin. Iltimos, davay. Haaland. Kim bor edi? Napoli. Kim bor bu yerda? 104 billing normalniy, bratdan. Va endi oxirgi pak. Xo'p, kim tushadi? Bundan endi ko'ramiz. Video davomida ko'rib borasizlar. Xo'p, davaydi. Braziliya Rodrigo. Sebe yo'q, himoya. Kim bu? Arsenal. Bo'lmaydi bu. Bo'lmaydi menimcha. 107. Assalomu alaykum, bratdan.